Ishlaymi? Ketaman O'zbekistonga. Bu nima deganing? Nima deganim? Ota-onamni sog'indim, farzandlarimni sog'indim. Ortiq bu yerda qolishni umuman xohlamayman. Bular bizni odam sifatida ko'rmasa, bu yerda sovuq. Qachongacha shu ahvolda yashaymiz? Ortiq qolishni xohlamayman. Menga qara. Sen bilan meni ketishga haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Ketishdan oldin sen o'zingga ko'z tikib turgan singlingni, ukangni, ota-onangni o'ylagin, bolalaringni o'yla. Meni sog'inmaydi deb o'ylaysanmi? Men ham hammasini sog'inaman. Bizning haqqimiz yo'q ketishga, haqqimiz yo'q, tushunyapsanmi? Haqqimiz yo'q. Haqiqatan haqqimiz yo'q. Mayli yog'dir yana neki azoblaring bor. G'anim bo'lsin mayli qancha kazzoblaring bor. Tanimnimta qilsin neni qassoblaring bor. Yig'lamayman ne qilsang qil ey alçak dünya. Musofirning har bir yutgan achchiq ko'z yoshi uning qalbida o'z vataniga va oilasiga bo'lgan beqiyos sog'inchidir.